akalar. Mana bunaqa uzun-uzunidan boqaman deganlar bor mana akalar. Dumbasidan chiroylisidan deganlar uchun akalar. Xolasa chiroylisidan sizlarga bugun xudo xolasa videolarimiz davomida chiroyli va sifatli va pul yengillardan chiqarib boramiz. Assalomu alaykum Abrar bloger kanalini hurmatli obunachilar va tasodifiy ko'rayotgan akalar. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani shu Arzonchilar o'ptimchilar qishlog'i Saroy qishlog'idan video syomkalarni boshlaymiz. Xudo xolasa aka videoni boshdanoq bittadan like bosib qo'ying. Xudo xolasa bizni qo'llab quvvatlagan bo'lasiz va videolarimiz ko'proq odamga ulashishga yordam bergan bo'lasiz. Akalar, xudo xolasa biz kanalimizni mehmon desak ham bo'laveradi. Bugun Qahramonjon do'stimizdan xudo xolasa video syomkalarni olamiz. Qahramonjon, Assalomu alaykum Obradbek. Siz aka oldingizmi? Xudoga shukr. Xudo xolasa obunachilarimizga chiroyli qilib, saralab, dona-dona qilib olib kelganmiz. Inshaalloh Qirg'iziston, Tojikiston qo'ylariga dam beradigan sori qo'chqorlarimizdan kelgan. Arashan, gibrid, hamma narsasidan kachishga mashhur. Lekin tozalab sotmaymiz. Lekin Qirg'izistonni qo'yi. Ha, Qirg'izistondan o'tgan. Qirg'izistonni qo'yi endi toza arashan qarang, Obradbek, xudo xolasa Qirg'izistondan kelgan qo'y ham uzun, ham bunaqasini o'chiradi. 7 oylik, 8 oylik atrofida keladi mana shu qo'y. Billar ham qarang. Zotga mana shular zotga chiqarib qo'ysa ham qahramon. Xudo xolasa bitta chiqadi ichidan. Mana shuncha hammasini qoplab ketdi. Mana videoda ham qanaqa ko'rinyapti bilmadim aka, qo'ylar zo'r. Zotga boqib qo'ysangiz ham xudo xolasa foyda qiladigan narsalarga. Deb o'yin bittasini ushlayapmiz a. Mashalloh. Mana aka barazdek hamma yo'g'i oyoq kasaklariga e'tibor beribman akalar. Qo'ylarni hamma yo'g'i kelgan qo'ylar. Olasidan. Qarang. Olani ham qarang. Ola ishqibozlari ham bor. Qirg'izistonning qo'yi nimasiga hamma e'tibor beradi? Oyoqli va uzun. Uzun va har doim bozorda ham hamma yoqda pul. Mana buni qaranglar akalar. Dumbosh kelganini qarang Obradbek. Xudo xolasa hammasi kelgan. Yeb ichgan dahshat, qonini qarab. Yeb ichishlari vosh zo'r-a. Vosh dahshat. Yeb ichishga qancha garantiyasi? Sog'liq salomat. Xotirjam sinab olish. 3 kun xudo xolasa. Ha, borgandan ketgandan keyin 3 kun garantiyasini berasiz. Ha, uyga qamaladi, undan tashqari 3 kun. Bo'ybaslarning ichiga beramiz ularni. Bo'ylari 75 plus minusda. 75 plus minusga olishaveradi. 7 oylik, 8 oylik 10 bitta qo'chqor. 10 bitta qo'chqor. Pichma axtasi yo'q. Yo'q, pichma axtasi qolaveradi. Joning sog'. Yemagan ichmagani ham qolaveradi. Xudo xolasa hammasi go'zal qo'ylar. Birata tanlab saralab qo'ygan yerlar emas. O'zim tanlab kelganman. Qo'ylar qarang go'zalligini Obradbek. O'ta chiroyli ekan, bu ham. O'ta yurban beradi o'g'ay. Dumbasi ham tikka dumba ekan. Hop, qahramon, buni dastlabkasini qayergacha beramiz? Vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqandgacha bepul qilamiz. Xudo xolasa. Samarqandgacha. Qolgan viloyatlarni telefon qilsin, kelishilgan holatda qilib beraman. 12 ta viloyatga qarang. Boshqa odamlar, boshqa yoqdagilar. Bari boshqa yoqda olyapti. Yo'q, rostdan ham boshqa yoqdagilar telefon qilyapti. Endi babi bizdan yo'l kirasini qo'shib olish kerak yo'q-da. Telefon qilsin, mayli o'rta qilaveramiz. Siz obunachilaringiz bo'pti, mayli. O'zbekistonda dastlabki qilib beraman, xudo xolasa kelishilgan holatda emas. Bepul dastlabkasi bor, hammasini bir joyga olasiz. Lekin qo'shib olmaysiz. Yo'q, hozir aytilgan narsa bir xil ketaveradi. Bu eng kichkinasi, qarang. Eng kichkinasi yomon sho'x bu qo'y bor. Qo'zallari ham uzungina, chiroyli bajagan-a. Xudo xolasa quloqvash ham kelgan. Qahramonjon, asosiy bular narxida. Xo'p. Narxini hammasini bir joyga olishadi. Hop. Chiroyli qilib, yemoq-ichmoq uchun salom olib, dastlabki bepul qilib beraman. Mana buni 5 milliondan kam sotmaydiganim ham bor. Lekin siz obunachilaringizga ketaveradi. 4 million 700 ming, 4 million 600 dan bersin, Alloh barakasini bersin. 4 million 600 ming so'mdan xayri bor. Xudo xolasa xayri bor. Xayri bor. Telefon qilishaveradi, o'tib beraman Xudo xolasa. Bizga ham o'tib berasiz hozir. Voy, endi o'zi yaxshi narx bo'ldi. Qahramonjon, 4 million 700 ming so'm emas, 4 million 600 ming so'm. 4 million 700 qo'yaman. Lekin 5 million ham bor. Talash tortishadigan narx qo'ymang. Bitta qo'ying, kesing bo'ldi. Obradbek, men aytgan aytanaqa narx bilib turibsiz. O'sha narsani ayting, qahramon. Xo'p, tanlab olsin. Laqtag'ini qo'shmasin. Tanlab olsin 46 dan vodiy bo'ylab bepul dasturga qilib beraman. Mayli, mana uni hammasini bir joyga olsa, O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi 4,5 milliondan. 4 million 500 ming. Endi o'zingizga keldim, Qahramonjon. Qo'ydi, qarang, go'zalligini. Jonivor, juda cho'q ekan mana shu qo'y. Kichkina bo'lsa ham go'zal. Xudo xolasa qo'ylar qanaqa ko'rinyapti bilmadim sizlarga, lekin qo'ylar xudo xolasa uzun, chiroyli oyoq kasaklariga ham e'tibor berib qo'ying. Xudo xolasa keng. Xudo xolasa bo'ladigan dumbarazlarga qarab qo'ying. Xudo xolasa zotga, yarim zotga chiqib bo'lsa, 5-6 zotga chiqib bo'lsa ham akalar, xudo xolasa pulni oqlab ketadigan ajlar akalar. Qolganini o'ziga qo'shsangiz ham, lekin ichida zotga qo'shadigan ham o'ta ko'p ekan. Telefon qiling, xudo xolasa qahramon do'stimizdan har doim xayri bor, xayri sunnatiga hammasiga o'tib beradilar akalar. Telefon qilsangiz bas, xudo xolasa ishingiz bitadi. Keyingi partiyalarimizga xudo xolasa navbat beraveramiz, Qahramonjon. Ha, keyingi partiyamizga xudo xolasa yengil-yengillar chiqarib boraveramiz. Oldi. Ikkinchi partiyamizga akalar, xudo xolasa ikkinchi partiyamizga mana bunaqa chiroyli dumba variantidagi sog'liqlarni ham xudo xolasa sog'liqda suluvlardan ekan. Yana Qahramon. Soni necha bosh bo'lardi? Soni
Bularda 10 bosh. 10 bosh. 10 bosh, 7 ta sog'lig'i bor. 7 sog'liq. 3 ta qo'chqari ham bonus. 3 ta qo'chqari ham bonusiga bor. Sog'liqni haqida ketaveradi. Shani sog' bo'lsin. Qahramonjon, bularni yosh oyligiga necha oylikka beramiz? 5 oylik plus 6 oylik. 5 oylik plus minusga beriladi. Bo'ybaslari Bo'ybaslari 65-70. 65-70 ga olishaveradi. Xudo xohlasa. Mashalloh. Xudo xohlasa ranglilari chiqyapti-yu qahramon Xudo bugunga. xohlasa dona-dona qilib olib kelingan. Terib. Terib olib kelingan. Xo'p. Obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishadi. Abrobek 10 tasini bir joyga vodiy bo'lib Toshkentgacha ukol vaksinasini bepul qilgan holatda narxini ham o'ta qulay qilib beraman. Narxini ham o'ta yengil qo'yasiz. So'ramaydigan qilib bitta qo'yib bering. 3 million 800 qo'yaman dedim. Yo'q, siz obunachilaringiz uchun 200 ming kam beraman. Shuni 600 ming so'mdan bor bering. 3 million 600 ming so'mdan qayergacha? Alloh barakasini bersin. Samarqandgacha, O'zbekiston bo'ylab. Yo'q, Toshkentga. Yo'q, O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi ichida 3 million 600 ming so'mdan. Yo'q, o'z Toshkentgacha o'z zo'r narx. Hop. 3 million 600 ming so'mdan undan mayli kelishilgan olti yetkazib beraman. 3 million 12 ta bo'layotgan narigilar qo'ydingiz endi. Bularni ham 12 ta bo'layotgan. Soni kamroq ham, keyin undan bitta kami to'g'ri, bular sal yoshroq ham, arzonroq qo'yaveryapman. Mayli 3 million 800 dan bersam olib bering. Bo'ldi. Lekin qo'yon sotilmaydi. Murodbek, yaxshi narx bo'lyapti. Qarang, arzon bo'ldi. Ulovoshlarim hamma yoq kelgan qo'y. Biz zotdor qo'y bular xudo xohlasa. 3 million 600 ming so'mdan 12 ta bo'layotgan dastlabkasi bilan ketdi. Barchasi. Akalar, telefon qiling endi. Sizlar uchun talash tortishi xudo xohlasa 12 ta bo'layotgan 3 million 600 ming so'mdan. Mana bu qo'ylar to'g'risi akalar 4 milliondan ham qo'yilyapti. Bozorda qachsangiz ham mana shu qo'ylar 4 deb sizdan olmaysiz. Lekin sizlarga xudo xohlasa oputim joyidan tavsiya qilaman akalar. Xudo xohlasa hamma qo'ylar bir-biridan go'zal, chiroyli qo'ylar ekan. Qo'y qilib olishga qo'y qilib olaman desangiz ham akalar telefon qiling. Xudo xohlasa xayri sunnatiga yana o'tib beringlar. Xayrsiz ish o'zi yo'q akalar. Telefon qiling, xudo xohlasa ishingiz bitadi. 4-partiyamizga, 4-partiyam qahramon bular? Ha, 4-partiyaga. 3-partiyam. 3-partiyamiz. 3-partiyamizga xudo xohlasa akalar katta bog'im bor, boqadigan yaylovim bor. Yoki soni ko'proq bo'lsin, soniga ishlaydiganlar uchun akalar 3-partiyamiz xudo xohlasa. Lekin qo'ylar xudo xohlasa sifat kasdaklari zo'r. Qahramonjon, bular soni nechta? 15 bosh. 15 bosh. 15 bosh. Xudo xohlasa, keng dalasi va bog'i bor ekanlar, olib qo'ysa xudo xohlasa boqishadi. kundan kunga o'sadigan variantlari ekan, ha? Xudo xohlasa. Xo'p. Xo'p, Qahramonjon, bularni yosh oyligi necha oylikka beramiz? Bular 4 oylik, 5 oylik atrofida. 4-5 oylikka berilaveradi. Xudo xohlasa. Abrobek 6 tasimi, keyin 7 tasimi, keyin qo'shiq sovliq. Hop, Qolgani 8 tami yo 7 tami qo'chqor. qo'chqor hammasi, qolgani qo'chqor. Ha. Jonis, Yo 5 ta yo 6 ta qo'chqor chiqadi. Sovliq chiqadi-da. Bo'ybaslarini nechaga beramiz qahramon bularni? Bo'ybaslarini 60 plus 65 70 gacha olishadi. 60 plus minusga berilaveradi, ya? Minus chiqmaydi, 65 plusga 60 plusga olsin. Plusga olishaveradi. Xo'p. Qahramonning dastlabkasi qayergacha bo'ladi? Vodiy bo'ylab Toshkent boring, siz aytgandek O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. joyga Narxlarni necha qilamiz? Qarang, bitta narx aytaman, sizdan so'ramaysiz. Alloh barakasini bersin. 3 million 200 ming so'mdan. 3 million 200 ming so'mdan. Tanlab olsa kelishamiz. Plus milliondan. Lekin 3 million 200 ming so'mdan oldim degan odamga xudo xolasa chiroyli qilib variantni ham o'tib berasiz qahramon. Yo'q, undan endi o'tib beradigan yeti yo'q, bo'ladigan narx aytmay qoldim. Yo, chiroyli qilib xayri sunnat bo'ladi-yu, o'zingizga sizmagansiz ham. Chiroyli qilib xayri sunnatiga o'tib berasiz Eng qahramon. kichkina narxdan qo'ydim-da, Abrobek. Xudo xolasa xayri sunnatiga o'tib berilayotgan qahramon o'tib berasiz. Xudo xolasa xayri sunnat. Bundoq. Bo'pti, chiqazib olsa 3,5 masalan 3 million so'mdan beraman, mayli, o'zim chiqazib beraman. 3 milliondan boring mana 5 tagacha chiqazib beraman 3 milliondan. Lekin tanlab olsa 3,5 milliondan, mayli, hammasini bir joyga olsa 3 million 200 ming so'mdan xayriga olib sumadan bitta narsa o'tib beraman. Hayt joningiz sog' bo'lsin. Endi o'zingizga keldingiz qahramonjon. Mana qo'ylarda 3 million 200 ming so'mdan qo'ydingiz. 3 million 200 ming so'mdan Telefon qilishadi. Telefon qilsa, mayli, olib sumadan bitta narsa o'tib beraman. Nomeringizni qo'yib qo'ying. 3 kun sanab olishadi, ukol vaksinalar bepul qilib beriladi. Bemalol qo'ying nomerda 24 soat aloqadaman. Xudo xohlasa 7-24 soat deyilyapti-yu, 7 kun 24 soat aloqadaman. Telefon qilishaversin. Kechasi kunduzi o'ylashmas. Mana bunaqa katta qo'chqorlarimizdan ham bor. Telefon qilsa, ularni ham kelishtirib berilaveradi. To'ybob desa to'ybob. To'ybob hammasidan bor ekan akalar. Telefon qiling, xudo xohlasa hamma turidan yil 10 kelgan do'stimizda qo'y bo'ladi. Telefon qilsangiz va akalar, mana bu qo'ylarni ham tavsiya beraman. Xudo xohlasa 3 million 200 ming so'mdan. Xudo xohlasa o'ta go'zal, chiroyli narxlar bo'ldi. Bo'lmasa akalar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr akalar. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun bittadan like bosib, bitta obuna tugmachasini bosib qo'ying akalar.